Mani bir qiziq joyga chaqirishdi, hozir hammasini ko'rsatib beraman. Endi banklarda siz odam bilan emas, sun'iy intellekt bilan gaplashasiz. Ya'ni deyarli hamma savol-javoblar sun'iy intellekt bilan bo'ladi. Bugun Infinbank sun'iy intellektni rivojlantirish departamenti direktori Aziz Siyayev Infinbankda sun'iy intellekt qanday ishlatilayotganligi haqida aytib berdi. Endi har bir mijozning shaxsiy bankiri bo'ladi. U haftada 7 kun, kuniga 24 soat aloqada bo'ladi. Lekin bu faqat yozishmada emas. Sizning qo'ng'irog'ingizga jonli xodim kabi gapiradigan va masalalaringizni hal qiladigan sun'iy intellekt javob beradi. Eng muhimi, sun'iy intellekt kredit ekspertiga aylandi. U Yego kredit byurosi va boshqa manbalardan ma'lumotlaringizni bir zumda tahlil qiladi va kredit berish yoki bermaslik haqida o'zi qaror qabul qiladi. Bu haqda Aziz akani o'zlaridan yana so'rab ko'rdim. Aziz aka ishlari bo'yicha butun bir o'sha kredit olish jarayonida siz bilan sun'iy intellekt gaplashadi va muloqot qiladi. Va eng muhim решение, ya'ni eng muhim qarorni ham, ya'ni kredit berish yoki bermaslikni sun'iy intellekt qabul qilar ekan. To'g'risini aytsam, kredit berish yoki bermaslik oxirgi qarorini ham sun'iy intellekt qabul qilishini bilmasdim. Sizchi buni bilarmidingiz?